Kıymet kıyken Babası var yar tepe Söymek kıyken Dünyada kıymeyen Kıymek kıyken Babası var yar tepe Söymek kıyken Şirinni dep sersana Bulgan perhatte Çöller ara yigane Yürümek kıyken Şirinni dep sersana Bulgan perhatte Çöller ara yar yigane Yürümek kıyken Sen yar üçün yığıldım Çeksiz elem bilen Gözdün yaşlı elem bilen Sürtmek kıyın iken Gözdün yaşlı elem bilen Sürtmek kıyın iken Kança gece uyku yok Bidar tünlerde Düşlerimde yar cemalım Görmek kıyın iken Kança gece uyku yok Bidar tünlerde Düşlerimde yar cemalım Görmek kıyın iken Söylemek kıyın iken Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafar ustozlar, ko'rman tomoshabinlar, hammanglarga men Yashardan o'tliq salom. Şükepsiz. Men o'zim Xotandan keldim. Hozir Shinjon universitetida qurilish boshqarish kasbida o'qiyapman. Ha, o'qishda. Pek chiroyli naqshni tanlabsiz ham chiroyli aytdingiz gap yo'q. Balkim o'zim aytgan naqshiga o'zim sal talabni yuqori qo'yib olgan bo'lishim mumkin. Ammo Yashar mushu ovozning bir sehri kuchi bor ekan. Bo'pmi bu naqshning bosh qismida shunda bir narsa ko'zlarimni yondirib o'tgan mening. Mana ikkinchi bo'limga o'tgandan keyin biroz yaxshi bo'lmay qoldi. Naqshini siz tuvan ovoz naqsh ekansiz, ha? Abdulla akam degandek yaxshi o'rindadingiz. Lekin bizning bo'lib shaxsan mening o'rilmay qilishimdagi sabab yana shu hissiyat biza kamchil, balkim har xil sabablar tamtirash, jiddiylik tufaylidan naqshiga bakrak berilib aytib bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Musobaqa shunday sabablarni qabul qilmaydi. Mening tunji qatim sahnaga chiqishim. Noy, amisi tunji qatim sahnaga chiqqan bo'lsangiz, yana yaxshi joriy qildirgan bo'lsiz o'zingizni. Rahmat ustozlar. Naqshni Abdullah efendim aytgan burun bu naqsh qattiq moda bo'lgan. Bizim çok sorulardı. Abdullah gitarla yetimiz bu naqshni. İkinci kobutunun ikinci mısrası azraq götürdü gayrı ha. Birincisi tüzerek, ikincisine kankıtı bırak aldık. Şöyle tüzük kaldı. Avazınızdan bak doğru var. Erlerin üstüne tak doğum sizin bakın tüven avazı mı?
o'tir ovozda sal tövrek. Tövrek. Yo'q ana sizning naytib to'rliqda bundaq ovoz bilan gitar bilan naqshisa bek yiqimliq oldi demak bek tegdi. Shu bu jihat jiqizni yana. Bu gitar chiqib naqsh etishni bu gitarni yaxshi oldingiz. Boshdan naqshlarni tanlab bek yaxshi hissiyat yaxshi etishni davomliq izdidan yaxshi naqsh bo'lsiz. Bu qatim sahnaga chiqishimga mening yaqin do'st birodarlarim, urug' tuqqanlarim meni shundoq qo'llab, quvvatlab yordam qildi. Men ularga shu munosabat bilan rahmatimni bildiraman. Anondan keyin bu naqshni aytdi, ichimdan chiqarib aytgan batda amaliyotda. Ham tunji qatim sahnaga chiqishim bo'lgandan keyin hayajonmi bor, jiddiylikmi bor, har xil kayfiyatlar qo'shilib meni tamtirtib qo'ydi. Oxirida yana ustozlarga rahmatimni bildiraman. Yaxshi tanishib anglab berdinglar. Ha, albatta. Yaxshi. Bunda chiroyli aytsanlar anglayveramiz. Ko'rolmadingizlar lekin. Amaliyotda musobaqa bo'lmagan bo'lsa, musobaqani chiqarib turayli, men sen uchun o'rlib bo'ldim uka Yashar. Sen meni ishxonamga kel. Bo'lamdi? Yaqin bo'lgandan keyin aralab. I promise you. Hayotda nurg'un qiyinchiliklar bizga xiris qiladi. Ammo hayotiy kuchimiz yashirib turgan tavranmas irodamizda bo'ladi ekan, qiyinchiliklar bizdan qo'rqadi. Ovozingiz texnik Yasharga yashar. Sizga g'alaba yo'llari ochiq bo'lsin.